Ba'zida kuch mushakda emas, irodada bo'ladi. Harakat qilish, davom etish va olg'a borishdan cho'chimaslik. Haqiqiy g'alaba mana shu bilan boshlanadi. Yugurish bu raqiblarni ortda qoldirish emas. Bu kechagi o'zingdan oldinga o'tish yo'li. Biz uchun bu marafon musobaqagina emas. Bu hayotga faol qarash, harakatdan to'xtamaslik, o'zini doimiy rivojlantirish qadriyati. 8-9 noyabr Samarqand marafon. O'zingizdagi kuchni Xalq banki bilan birga kashf eting.